Oldinlari men juda ham sevib iste'mol qilgan va hozirgi paytda umuman yo'q bo'lib ketgan top 3 ta mahsulot va aniq bilaman bularning uchalasini ham siz aniq yeb ko'rgansiz. Birinchisi o'sha hammani ko'nglidan joy olgan o'sha mashhur pekariki suxariklari. Esinglarda bo'lsa televizorda juda ham ko'p reklama chiqardi, lekin baribir reklamasiga qaramasdan sotib olardim, chunki o'sha paytda menga ta'mi juda ham yoqqandi va uni ta'mini boshqa suxariklardan umuman topolmasdinglar, ishonaveringlar. Ikkinchisi bu o'sha mashhur juda ham trendda bo'lgan energetik ta'mli ichimliklar. Shu suvni sotib olish uchun men deyarli 1 kunlik maktab pulini ishlatib yuborardim, chunki buning narxi oddiy suvlarga qaraganda ozgina qimmatroq bo'lgan. Albatta bu suvning ta'mi hammaga yoqqan bo'lsa kerak, chunki o'sha paytda boshqa suvlardan zerikkanlar uchun bu ayni muddao bo'lgan va jumladan menga ham, chunki o'sha paytda men fancy va kolalardan juda ham zerikkandim va buni ta'mi men uchun shunchaki yangilik va bomba bo'lgan. Uchinchisi shu energetikaga aloqador bu energetik ta'mli konfetlar. Esinglarda bo'lsa bu qand juda ham trend bo'lgani va buni ta'mini tatib ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. O'sha vaqtlarda menga bu juda ham yoqqandi, chunki buni ta'mi umuman boshqa konfetlarga o'xshamasdi. Lekin hozirgi paytda bunaqangi qandlarni topishda umuman iloji yo'q. Agar siz ham men yaxshi ko'rgan va men sevib iste'mol qilgan narsalarni bir marta bo'lsa ham yeb ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.